Salom ko'pchilik. Sizlar kerak qanaqaroq uylardi? Mana mening og'inam, birodarimning uylari. Ko'rsata akama keyingi uylarni. Mana. Mayaqa aka. Tag'larni bir ko'rsatib aytgan, bahosini hozir deb berman men uylarniki. Aylantirib endi manchatni bir ko'rsatgan akama uylarni. Og'inamning uylarini bir ko'rsatgan. Mana. Yaqinroq. Mana do'stlar, ma uyning birsi 2 qo'yjimi, kimdaydi? Narat G'oljida uy 3000 qo'yga chiqib ketdi, 4000 qo'yga chiqib ketdi dedi. Necha ma uylar adash? 200 qo'ydan beryapmiz. 200 qo'y. Keling, G'olji deganning ham yeri pulliq emas, mana bakaliq kirsiz. Ma uyni faqat 200 qo'yga yatsiz, bir uyda 10 odam qona oladi. Nala ketib borsizlar sizlar deyman. Mana G'olji degan mashunda hammaning elvak azaniya asli bu. Shundami ya? Hammanglar shu 180 qo'ydan 260 qo'ydan bilet deb qimmatga kirib mana azanchilik aka ashalarni ko'rsatda. Mayaqni hamda mayaqni. Iniq ko'rsin mana meni qaytinglar undidar qatgandan keyin men og'inamning nomerini deb berman. Mana eng isil yeri G'oljininki. Intayin go'zal. Ma bir uyda 10 odam yota olasizlar, bir faqat 200 qo'y. Shundami emasmi? Shu darhol meni guanjo qiling, bir tal yurkingizni berib mush filmni saqlab olgandan keyin meni undidar qayting. Nomerim 130 31 37 56 10. Meni qassangiz meshani adresini, og'inamning nomerini deb beraman. O'tib chiqsangiz bo'ldi.